Har bir fuqaro o'z fikrini bildirish uchun turli mitinglar, yig'ilishlar yoki namoyishlar o'tkazishi mumkin. Lekin buni qonunlarga muvofiq amalga oshirish kerak. Agar bu namoyishlar xavfsizlikka tahdid solsa, hokimiyat uni to'xtatishi yoki taqiqlash huquqiga ega. Yanachi bolalar, yurtimizdagi har bir fuqaro kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar yoki boshqa guruhlarga qo'shilib, o'z fikrlarini bildirishi va turli tadbirlarda ishtirok etish huquqiga ega. Bu degani, kattalar biror bir guruh yoki partiyaga qo'shilib, birgalikda ishlashlari mumkin. Har kim o'zining fikrini erkin aytsa, boshqalar uni kamsitishi mumkin emas. Masalan, agar sen do'stlaring bilan birgalikda futbol o'ynashni yoqtiradigan guruh tuzsang, boshqalar seni yoki seni guruhingni kamsitishi mumkin emas. Yurtimizda hozirda 5 ta partiya bor. O'zbekiston Milliy tiklanish, Demokratik partiyasi, Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi, O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasi va O'zbekiston ekologik partiyasi. Partiya o'zi nima deyotgandir siz-a? Tasavvur qiling, siz sinfdoshlaringiz 3 guruhga bo'linib, birlaringiz kitobxonlik klubini, yana birlaringiz sport, yana birlaringiz esa til o'rganish bo'yicha to'garak ochishga qaror qildingiz. Sinfdoshlaringiz esa o'zlari qiziqqan guruhga qo'shilishga qaror qilishdi. Bu ularning huquqlari hisoblanadi va har bir guruhning o'z fikrini erkin aytishga haqqi bor. Xuddi shunday, partiyalar ham insonlar uchun muhim va foydali bo'lgan dasturlari bilan ishlaydi. Odamlar esa o'zlari qiziqqan yo'nalishlar bo'yicha partiyalarga a'zo bo'lishadi va bu bilan davlat boshqaruvida ishtirok etishadi. Aytgancha, yana bir mavzu qolib ketmasin, bizni murojaat qilish huquqimiz ham bor. Har bir fuqaro o'z fikrini bildirish yoki qandaydir masala bo'yicha davlatga, tashkilotlarga ariza, shikoyat yoki taklif bilan murojaat qilish huquqiga ega. Bu degani, agar qandaydir masala bo'yicha muammoga duch kelsak yoki biror yaxshi taklif bermoqchi bo'lsak, biz davlat idorasiga yoki mas'ul odamlarga murojaat qilishimiz mumkin. Ular murojaatimizni o'z vaqtida ko'rib chiqishlari shart. Masalan, ariza biror masalaga yechim topish yoki yordam so'rash uchun yoziladi. Bu inson o'zining huquqi yoki shaxsiy ishi bo'yicha yozgan rasmiy murojaati hisoblanadi. Shikoyat esa biror narsa noto'g'ri bo'lganini aytgan holda uni tuzatishni so'raysiz. Taklifda esa o'z fikrimiz yoki g'oyamiz bilan bo'lishib, ishlarimizni yanada yaxshilash yoki o'zgartirish haqida yozamiz. Bunda inson qonun yoki qoidalarni yaxshilash uchun o'z tavsiyasini beradi. Masalan, siz maktabdagi o'quv jarayonini yanada qiziqarli qilish uchun to'garak ochish haqida taklif berishingiz mumkin. Asosan 16 yoshdan so'ng kattalar turli masalalar bo'yicha mustaqil murojaat qilishlari mumkin. Biz kichkintoylar esa ota-onamiz yoki qonuniy vakillarimiz orqali murojaat qilish huquqimiz bor. Murojaatlar 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Agar qo'shimcha o'rganish talab etilsa, 1 oy ham bo'lishi mumkin. Bugun ko'p bilimlar oldingizda bolajonlar. Katta hayotga qo'shilib, akangiz, opangiz yoki ota-onangizdek ulg'ayganingizda bu huquqlardan albatta foydalanasiz. O'shanda bizni eslab qo'yinglar. Ko'rishguncha!